Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Xohlasa 0.25 kubali beton meshalka. Og'a baylavering. 3 kilovatli motor qo'yilgan, 220 ga ishlaydi. Datchiklari bor. Meshalka rangiga patsvet qilib mana bayoga ham olib kelib beryapmiz. Bayoda ham rangi bir xil ketdi. Endi qo'y boqishar ekanmiz. Qo'yga moslab somon o'tkani alohida idish ham qilib berdik. Qo'yda mana oxiri ham bor. 2.15 mi 2.15 naqa ekan uzunligi. Qo'y bob oxir. Narxi 300 ming ekan. Buni narxi 400 ming ekan. Bayoda narxi 700 ming ekan. Meshalka. Xohlasa kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Bu narsalarni bizda yo'q, lekin klientimiz aytishadi, mana qo'shib berib yuboryapmiz. Og'ir narsa ko'tartiryapti. Xohlasa bu Andijonga ketyapti, komplet bo'lib.